Hozir bizlarda eng yangi biznesimizdan biri bo'lgan Vibra-Press burchaklarimiz hisoblanadi. Bu Vibra-Press burchaklarimiz qalinliklari 30 cm bo'ladi. Razmerlari 20 ga 40, o'ngga 20, qizil, oq, seri, qora ranglarda bo'ladi. Bu o'rtadagi burchaklarimiz esa taktil burchakasi hisoblanadi. Bu ko'zi ojizlar uchun burchakka hisoblanadi. Narxlarni telefon qilsalaringiz agar yana qadrini tushuntirib beramiz. Bu burchakamiz hozirda high-tech burchakasi hisoblanadi. Isti kafelka moq burchaklardan biri. Bu burchakamizning narxi 60 ming so'm, ichida o'zining qora kafelchalari bilan bo'ladi. Bu burchakamizga o'xshash yana bu burchakamiz 15 ga 30 burchakasi 3 xil rangda. Bunisi 15 ga 30 burchakka o'rtasida kubikcha bilan. Bularning narxlari hammasi har xil bo'ladi. Bu burchakamizni 8 ming so'm qilib beramiz. Burchaklarning o'rtasida kubiki bilan. Kafelcha bo'lsa agar narxi yana ustiga kafel summasi qo'shiladi. Bu burchaklarga keladigan o'zak uchalasi bo'ladi. 5 kafel, 5 o'zi 4 burchak bo'ladi. Buni narxi esa 38 ming so'm. 3 xil rangda. Bu burchakamiz 4 burchakasi hozirda yangi holatda ishlab chiqarilayotgan burchakamizdan biri. 4 narxi 40 ming so'm. Buning ichiga oksimen, mramortosh burchak aralashtirib qorishmasi bo'ladi. Buni rangi o'chmaydi, o'zidan sho'r chiqazmaydi. Bu burchakamiz bo'ynidagi high-tech burchakasining 15 ga 30, 20 ga 50, 25 ga 50 razmerlariga bu burchakamizning o'rtasida kafel bilan bo'ladi. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 60 ming so'mdan. Tepadagi burchakamiz Samarqand jemshid burchakka. Buni ancha odam biladi. Herga sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Buni ham narxi 40 ming so'mdan. Bu burchakamizga keladigan bo'lsa 20 ga 20 burchakka. Bu ham rangi jemshid rangda. O'zining kubikchasi bilan beradigan bo'lsa 40 ming so'm. Kafel qiladigan bo'lsak, yana ustiga to'xtalib narx qo'shiladi. Bu burchakamiz Astana Petno hozirgi eng topli qadamli burchakamizdan biri. Buni narxi 43 ming so'm. O'zining kubigi bilan. O'rtasida qora kafelcha qilmoqchi bo'lsangiz, yana narxi adayla pulda ham. Hamma burchakamizda shunday qilib beramiz. Bu burchakamiz Astana Off bez kraska, tabiiy oksimen, ikroshgan o'zidan bo'ladi. Narxi 40 ming so'm. Sho'r chiqazmaydi. Erta quyoshli, qor, yomg'irli joyga terganda ham ranglari o'zgarib ketmaydi. Bu burchakamiz Andalus burchakasi. Bu 3 xil pulda bo'ladi. Uzunchoq, 4 burchak va kubikchasi. Buni ham narxi 8 ming so'mdan. Aloqaga chiqsalaringizga kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Bu burchakamiz Astana jemshid burchakasi. Buni ham hamma biladi, o'sha burchakani sal to'g'riroq variantda. Bu ham oksigen mramortoshdan chiqqan, tayyorlangan. Sho'r chiqazmaydi bu burchakamiz, rangi o'chib ketmaydi. Narxi 40 ming so'm, bunisini ham, bunisini ham. Bu natsional. Bu ham 3 ta pozitsiyada 4 burchakli, pavlichkasi va kubikchasi bo'ladi. Bu burchakamizga keladigan bo'lsak agar Samarqand Petno. Buni ham ichiga o'sha kirchimol svet qilib ishlangan, oq svetni chang, tang, uyga masalan moshina kirib chiqqan joylarda ham o'zida dog' qoldirmaydi. Bu burchakamiz Samarqandning yangi guli hisoblanadi. Bu burchakamiz Samarqandning yangi guli burchakasi hisoblanadi. Buni narxi 40 ming so'mdan. Buni ham o'zining kubikchasi komplekt qilib beramiz. Xohlasangiz girdagi mana bunday belchachilardan ham berishimiz mumkin. Bular donava hisoblanadi, yarim metri 1 ming so'mdan. Sizlarga qancha metr ketadigan bo'lsa agar, bular kvadratdan tashqari hisoblanadi. Bu burchakamiz Vietnam oq burchakasi. Bu narxi 40 ming so'mdan. Bu ham o'sha oksigen mramortosh bez kraska. Mana bu enabolo burchakamiz bilan Samarqand burchakamiz, bular prostoy variant hisoblanadi. Ichida o'zimizning ko'ksiment va shiblonkadan tayyorlanadi. Narxi 32 ming so'mdan. Bularni hamma oldin biladi, tashqarilarga tepsa bo'ladi bu narsani. Bu burchakamiz eng qadimiy va topli burchakamizdan biri Astana jemshid burchakasi. Hech qachon modadan qolmaydi. Ko'pchilik ustalarimizning ko'nglidan joy olgan burchakka. Narxi bilan keladigan 40 ming so'mdan o'zining kubikchasi bilan. Bizlarda burchaklarni girdiga terish uchun o'ziga xos burchak versachilarimiz mavjud. Bular 15 cm ga 50 cm uzunlikda bo'ladi. Ularni ham xohishingizga qarab ranglarini tanlab chiroyli qilib beramiz. Bular bo'ladigan bo'lsa bardiyorlar hisoblanadi. Bu bardiyorlar burchakka terib bo'lgandan keyin oxirida qo'yiladigan. Buni ham 2 xil rasmetkasi mavjud. Narxi 8 ming so'mdan 14 ming so'mgacha bor. Rangiga qarab tanlab aytamiz. Bular zina hisoblanadi. Uyingizda lestnitsa zinalar bo'ladigan bo'lsa agar, tayyor zina hisoblanadi 30 ga 30 razmerda standart. Sizlarga ham xuddi shunday burchaklar kerak bo'ladigan bo'lsa agar, Luxury Store'ning mana bu nomerlarga telefon qiling.